Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrbaland qadrdonlarim, uzoqdagi yaqinlarim, hammalarga alangali salom. Mana shu videoni like bosib, maksimal darajada tarqatishingizni iltimos qilardim. Bu xayf uchun emas, albatta. Men O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevdan iltimos qilaman. Mana shu videoni ko'rsangiz, hurmatli Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, menga yordam berishingizni sidqidildan xohlayman. Men nechta videolar qo'ydim, nechta nimalar qildim. Bironta blogerga yoki bironta ichki ishlar boshqarmalariga yetib borgani yo'q. Bu birontasi ko'rmadi, bironta inson men bilan hali bu soha bo'yicha gaplashmadi. Men baribir egardan tushish niyatim yo'q. Nega deganda men haqman. Bu meni shikoyatim Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Mang'it shahri milisalariga bo'ladi va yana nechta shikoyat qilganman, lekin biron marta men bilan biron bir ichki ishlar boshlig'i, prokurorlar boshlig'i birontasi gaplashmadi. Men hattoki prokuratura boshliqlarini boshqarmalarini borib taqildatdim, ichki ishlarga soldi. Ichki ishlarni Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri MVD nimasiga borganimda ham, binosiga borganimda ham u yoqqa jo'natdi. Men ularning ustidan ariza yozib borganimda, u arizani o'zlari ko'rib, o'zlari meni senmi u joyga boradigan, senmi bu joyga, senmi bu portallarga yozadigan deb meni kuch ishlatar tizimlari meni podvalga olib kirib presslashdi. Ya'ni ko'zimda oldida meni haqorat qilib, sen hech narsa qila olmaysan, mana meni qo'limdan hamma narsa keladi deb meni qo'limda mana shunday kishanlagan holatda meni ahli ayolimni ko'krak qismlarini yechib, ko'kraklarini, emchaklarini ushlagan videolarni hali hamon turibdi. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, bu sizning O'zbekiston telekanallaridan nutq so'zlaganingizda siz har doim aytasizki, O'zbekistonda har doim adolat qaror topadi deb. Lekin menga bu ichki ishlar tomonidan adolatsizliklar bo'lyapti. Menga bosimlar juda ko'p bo'ldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Mang'it shahri milisalaridan. Iltimos, hurmatli yurtdoshlar, qadri baland qadrdonlarim, mana shu videoyimni blogerlarga, ichki ishlar boshqarmalariga, qayerga kimda imkoniyati bo'lsa maksimal darajada like bosib, kommentariy yozib, shu videomni yetkazishlarni juda xohlagan bo'lar edim. Menga juda ta'ziylar bo'lyapti Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Mang'it shahri milisalaridan. Bu milisa xodimlari shunday ishlar qilsa, bizning yosh o'sib kelayotgan xalqimiz, yosh o'sib kelayotgan o'smir farzandlarimiz qanday bo'ladi? Hurmatli Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, sizning farzandingiz sifatida, sizning fuqarongiz sifatida men sizga tayanib, sizdan bitta najot so'rayman. Iltimos, menga yordam bering.